Mamlakatimizda maktabgacha ta'lim tizimini yanada takomillashtirish, bolalar uchun qulay, xavfsiz va zamonaviy ta'lim muhitini yaratish davlat siyosatining muhim ustuvor yo'nalishlaridan biri hisoblanadi. Ushbu yo'nalishda amalga oshirilayotgan izchil islohotlar yosh avlodning intellektual, jismoniy va ma'naviy kamolotini ta'minlashga xizmat qilmoqda. Shunga muvofiq Buxoro shahridagi 28 davlat maktabgacha ta'lim tashkilotida ham zamonaviy sharoitlar hozirlandi. Buxoro shahrida joylashgan 28 davlat maktabgacha ta'lim muassasasida keng ko'lamli rekonstruksiya va ta'mirlash ishlari muvaffaqiyatli amalga oshirildi. Aytish lozim, 1969-yilda tashkil etilgan mazkur ta'lim muassasasi o'z faoliyati davomida ilk bor kapital ta'mirdan chiqarilib, bugungi zamon talablariga to'liq javob beradigan zamonaviy qiyofaga keltirildi. Mazkur loyiha tashabbusli byudjet dasturi doirasida ajratilgan 1 milliard 500 million so'm mablag' evaziga moliyalashtirildi. Men 28 davlat maktabgacha ta'lim tashkilotida 2012 yildan boshlab o'z faoliyatimni yuritib kelmoqdaman. Prezidentimiz tashabbuslari bilan muassasamiz tashabbusli budjetga qo'yildi va g'olib bo'ldik. Bundan nafaqat xodimlarimiz, tarbiyalanuvchilarimiz va ularning ota-onalari juda ham xursand. Ilmga chanqoq bolajonlarimiz har kun qalblarida jo'shqin kayfiyatda, zavq va shavqqa to'la holda maskanimizga tashrif buyurmoqdalar. Ta'mirlash ishlari natijasida muassasaning quvvati 240 nafardan 300 nafargacha oshirildi. Bu esa yanada ko'proq bolalarni maktabgacha ta'lim bilan qamrab olish imkonini bermoqda.